Xonanda. 1, 2, 3 Sanjar Xalikov. Wow. Rashid Xalikovga kompliment aytgim keladi, chunki eng chiroyli qizlarni o'zlariga kelin qilib olganlar. Rashid Xalikov. Kliplarda ham ko'rasizlar-ku, bundoq sahnadan tursangiz, tepasidan bundoq svet tushadi-yu, bitta odamga shunaqa svet tushgandek bo'ldi-da. Yabetga. Qizim, qanaqasan, Sanjar yoqadi desa, "No mili" deganda, shu qaynadan shuni eshitganlar shu bo'ldi. Kimni mashinasiga jarimalar ko'proq keladi? Ballonlar yoriladi, uriladi. Odamlar telefon qilishadi magalasi. Mashinam, qo'limda pulim bo'lgan. Просто to'g'ri tushunish kerak, ko'p qizlar shu narsaga uchib qolishi mumkin-da. Otabek Xalikov. А ты любишь петь? Нет. Не любишь петь? Не будешь певцом? Qaysi multfilm qahramoniga o'xshayman? Superman. Rahmat, Batman seni bo'ladi. Qaysidir ayol xonanda bilan duet kuylashi, boshqa qilishlari qarshilik qilmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Shu gapingizni menga montaj qilib bera oling, savol. Bularning orzusi bo'lgan, to'yimda Rashid Xalikov kelinchak qo'shilgan. Kelinchak. Kimni garderobida keraksiz kiyimlar ko'p. Mana nima qila qoling. Juda ham. Kuchukcha tarix haqida gapirib bering. Qani chaqiraylik? Achima. Men qaynonam aytadi. "Voy, qizimni erkalab tashladi" deb gapiradi. Qaynonangiz biz bilan yashasalar ruxsat berasizmi? Bemalol. Dunyodagi eng zo'r ayolni meni qaynonjonim. Bunda. O'zi samokat ham hayday olmasdan Tiko haydayman degan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lmagan. Tiko. Manda bo'lgan ekan. Tiku. Bo'ldimi? Bu YouTube, bu ikkalamiz loyihasi va har doimgidek eng baxtli oilalarni sizga ko'rsatishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Har doimgidek muhabbat qissasi haqida bilib olamiz, chunki har bir keladigan mehmonning o'z hikoyasi bo'ladi va bugun yana bitta muhabbat kitobini o'zimiz uchun kashf etamiz. Estrada ijodkori Sanjar Xalikov va ularning turmush o'rtoqlari Asilaxon Xalikova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dastavval Rashid Xalikovga kompliment aytgim keladi, chunki eng chiroyli qizlarni o'zlariga kelin qilib olganlar. Rashid Xalikov. Lekin menimcha Rashid akam tanlamaganlar kelinlarni. O'zlari tanlashgan. O'zimiz tanlaganmiz. O'zlari tanlashgan. Lekin baribir otaning menimcha oxiriga aytadigan qarori juda ham muhim bo'ladi. Albatta. Har bitta oilada shunaqa. Har bizada. Sanjarni bo'lsa, menimcha Asilaxonni o'zlari emas, ularning dadalari tanlaganlar. Eshitishimga qaraganda. O'tinlarga ordirib ko'rishgan ekan. Rostdan. O'tin yorganmisiz Sanjar? Harakat qilganman. O'tin yorib ko'rgan, armiyaga borgan, kurashgan. Ko'p sinovlardan o'tgan. Ko'p sinovlardan. Malikani ko'nglini zabt etdi. Juda ham o'zida harakat qilganman. Ota-odalarida, qaynotamlarda, yetti onalari, dodalari, xullas ko'pchilik bo'lishgan. Orqadan bir armada turgan. Bitta o'zim jangga chiqqanman. Mana buni sevgi uchun kurash deyishadi. Eng qiyin savolni beray Sanjarga. Sevgi nima Sanjar siz uchun? Sevgi bu avvalambor bir-birini tushunish, bir-birini hurmat qilish, qadrlash va sevgilisini yuziga qaragandan keyin xursandchilik bo'lsa, agar inson ichida xursandchilik bag'ri to'lsa, bu sevgi deb hisoblayman. Birinchi marta Sanjarni qayerda ko'rgansiz? Televizordami yo hayotdan birinchi ko'rganingiz? Televizorda yo'q, ko'rmaganman. Chunki u payt biz maktabda o'qib yurardim. O'qish, uy, o'rtoqlar. Keyin aytib oldin programma bo'lardi, Snapchat degan. Instagramga o'xshagan. O'sha yerda bir kun qarasam, prosmotrlarni ko'rasiz-ku. Sanjar Xalikov chiqib kelganlar-da. Keyin hayron bo'lganman, kim ekan bu deb. Keyin o'rtoqlarimdan nima qilsam, tushunmaganman. Ular chunki videolar qo'ymasdilar. Lekin birinchi marta ko'rgan kunim bu opachamni qiz bazmi bo'lgan. Bizani uyda. Bizani tog'alarim juda ham ijodlarni yaxshi ko'rishardi, taklif qilishgan. Bular
ijro etganlar qo'shiqlarni. Opachamni bayramida. O'shanda to'g'ri qarab qo'yganman. Kim bu? Kim bu? Zvizda. Bitta просто kim bu? Hali o'tirib, o'ynab, kulib. Endi 18, 17 yosh. 17 yosh edim. Unaqa fikrlar bo'lmagan. Bilan uyda qiz vazn bo'lgan. Endi tog'alarini, dodalarini men eskidan tanirdim juda ham yaxshi. Dodalari Mahmud aka bilsangiz kerak. Osiyo Grand restorani boshqalari. Shu keldim, chiqdim, ularda hovlisi bundoq basseyn ustiga tanspol qilishganda, yonida sahna. Bundoq odamlar orasidan borib sahnaga chiqdim. Ana kinolarda bo'ladi-yu, kliplarda ham ko'rasizlar-ku, bundoq sahnadan tursangiz, tepasidan bundoq svet tushadi-yu, bitta odamga shunaqa svet tushgandek bo'ldi-da. Yobetga. Bundoq qaradim, dedim-da, chiroyli qiz ekan dedim ichimda. Men bilaman-ku buni, Snapchat etganini, Snapchat ko'rganman. Men ham Snapchatga o'zim kirib qolganda, mana do'stlik, match hech kirib ko'rib o'tirmasdim. Qattiqda tasodif ko'rib qolganman, shu nima deydi, screenshot qilib surishtirganman, kim ekan bu yo'q deb. Oxiri ko'rgandan keyin shu Instagram topib, paytda endi odam topish qiyin emas-da. Topib surishtirib yurganmiz. O'sha paytda esimda bor, Yorqin Xo'ja Umarov konserti bo'lgan. Mana shu narsani Yorqin o'ziga ham aytganman to'yimizdan keyin. Yorqin Xo'ja Umarov konserti bo'lgan. Biletni rasmini olib qo'yganman Instagramga. Bu yoq ham qo'yganlar keyin. Keyin yozdim, Yorqin konsertiga borasanmi dedim. Ha, dedi. Qayerda o'tirasan desam, mana shu joyda dedi. Men birinchi qatorda o'tiraman. Ko'rishib qolarmiz dedi. Xo'p. Borsam o'tiribman, Yorqin konserti xayolimda faqat bu yoq edi. O'zi biz Yorqin bilan Yorqinga pozerishga uchun kelganmiz-da. O'sha sahna orqasida, undan keyin o'tirishimiz bor. Xullas bizda planlar bilan kelganmiz, lekin xayol bu yerda faqat. O'tirib bir payt Yorqin konserti ko'raman, orqaga bundoq qarasam, o'tiribdi. Sahna tomosha qilib konsertni. Ushadim, topdim. Shu bo'ynim bundoq ketaverganda, oxirini orqaga qarab o'tiraverganman. Shu Yorqinda I love you degan qo'shig'i bo'lardi. Yaxshi ko'rardi juda ham asili. Men bunga Marry Me, ya'ni qo'lni so'raganimda, shu предложение qilganimda, buni tug'ilgan kuni bo'lganda, o'shanda Yorqinni iltimos qilib chaqirganman. Я скучаю. Я правда скучаю. Города как рубашки меня. Мы скитаемся одиноко по маршрутам земной оси. Мне улыбки твои слишком, чтоб еще о любви просить. И когда сквозь бескрайнюю бурю накрывает тоска с головой, на восходе палящего солнца мне мерещится берег твой. Shunaqa bo'lib, oxiri mana to'y bo'lib, hozir mana baxtli bo'lib yuribmiz. O'sha Yorqinning konsertidan keyin 1-2 yil vaqt o'tib to'y bo'lgan, ha? Yo'q, 2 yil vaqt, chunki karantin bo'lib qoldi o'rtada. O'rtada karantin bo'lib qoldi. Ungacha bizni Asilaxon bilan uydagilarimiz ya'ni buni uydagilar rozi bo'lgunicha nimalar o'tmadi. O'sha qiz sinovli kunlar qanday bo'lgan, nimadan boshlangan? Men hatto shunaqa mish-mish eshitganmanki, Sanjar Xalikovga qaynotalari qo'shiq kuylashni taqiqlab qo'yganlar. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Ular juda ham yaxshi insonlar. O'zimizga o'xshagan, nima deydani? Setdisku yuvosh deb. Menga o'xshagan sho'x odamlar. Asilaxon o'zi juda ham nima deydani? Takoy drayvovoy sho'x qizda o'zi. Adasiga tortgan. Men kichkina katta o'g'lim ham shunaqa Otabek. Bu ham onasiga o'xshaydi, dadasiga o'xshaydi. Ular o'zlari ham juda ham yaxshi insonlar. Nima deydani? Birinchi odam bilan gaplashaman, keyin qaror qilaman degan inson. Xullas, bir kun vaqt keldi. Menga adam bilanmi, oyim bilan orqali xullas aytdilarki, Sanjar bilan biz Gentleman Pub degan restoranda ko'rishamiz deb. Deadline deydi-ku. Deadline kuni. Men xayolimda har doim tasavvur qilardim-da, qachondir shu qaysidir qizni qo'lini so'raganda qaynotasi bilan o'sha qaynotam bilan qanaqa gaplashaman birinchi ko'rishimda, nima deyman? Shu narsa menda hayajonda turardi har doimda. Shu kun keldi, ketyapman, oyoq qo'l titrayapti, xullas shokdaman-da. Endi hech narsadan hech qachon unaqa cho'chmaganman-da, mana shu shunaqa bo'lgan. Kirdim, kelsam hammani oldida emas, VIP kabinga ketib qolgan ekanlar-da, o'zimiz o'tirgan joyda.
kelsam o'rtog'im bilan bo'laman deganda kirsam bitta o'zlari o'tirgan ekanlarda. Ko'rishdim, yaxshimisiz? O'tiramiz, bir-birimizga qaramay. Endi men harakat qilaman gapirishga, chunki o'zim yaxshi tomonini ko'rsatishim kerak. O'tdan oldim, unaqa qildiki, o'rtoqlar kirib qoldi, rahmatli Ulug'bek aka kirib qoldilar. Keyin shu bilan ha-ha-hi-hi bir hayolimda men bir 40 minut o'tiraman desam, 4 soatmi o'tirgan ekanmiz. Kingir baqir-chaqir, xullas kulib o'rtoq bo'lib, oxiri chiqib men hamma bilan xayrlashib ketdim. Keyin ular kelaverlarga aylanib yurishgan ekan, qaynatam yetdilar. Nima deysan, Ulug' dedilar. Endi biz ota-onasini taniymiz. Yaxshi insonlar, o'zi ham yomon bola emas. Endi qizingdan so'ra, menimcha bosib olish kerak deganlar-da. Shu bu yoqdan so'rasalar, qizim qanaqa senga Sanjar yoqadi desa, "No mili" deganda, shu qaynadan shuni eshitganlar shu bo'ldi. Demak, rozi. Men qizimni shu bolaga beraman deb, shu bilan o'z-o'zim bilan bo'lib ketib qolganman. Endi ungacha ham men hali uydagilar bilan to'polon qilib, ya'ni to'polon qanaqa, "Mana shu qizni bermasanglar, men uylanmayman. Yuraman shunaqa" deb gapirganman. Oyim bilan adam oxiri diplomatический xod qilib, ular restoranlarga chaqirib, ko'rishib, gaplashib, endi mana hozir ular shunaqa yaqin bo'lib ketishganki, bitta krug bo'lib ketishganda, o'rtoq bo'lib ketishgan. Hozir dam olishga yurishibdi. Har oy dam olishga betga tushib yurishadi. Adam, qaynatam, qaynanam, oyim do'st bo'lib ketishganda, xullas. Kim turmush o'rtog'i gapirayotganda boshqa narsalarni o'ylab turadi? 200%. Kim sabrsiz va shoshqaloq? 600%. Kim pulni betiga qaramay ishlatadi? Faqat nima ekanda? Kim ko'proq o'ylamasdan gapiradi? Kim telefonsiz yashay olmaydi? Kim hamma ishni qilib hech nima bo'lmagandek turadi? Kimni garderobida keraksiz kiyimlar ko'p? Mana qilib juda ham. Kim o'zini ekonomistman deb o'ylaydi, lekin aslida unday emas? Mana. Kim arazchi? Yana. Maza ko'raman. Kim asabiy? Mana. Kimni mashinasiga jarimalar ko'proq keladi? Ballonlar yoriladi, uriladi. Odamlar telefon qilishadi degansa. Kimning ehtiyojlari umuman tugamaydi? Mana shu o'tiraman menimcha bor-ku. Oxirgi savol, kim o'zini ko'proq yaxshi ko'radi? Qaysi aytgan gaplari bo'lajak qaynotangizni esingizda qolgan? Qanaqadir bir shart qo'yganlar ediki, agarda xafa qilsang yoki shunga o'xshash. Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Lekin mana shu gapingizga qo'shimcha yana bitta o'sha restoranda o'tirganimizda, xullas 4 soat o'tirgan bo'lsa, biz haqimizda umuman gaplashmadi-da. Oxiri keyin qaynatam, qani to'stni tinchi dedilar-da. Shu turdim, men aytdim, shu men qizingizni yaxshi ko'raman. Agar shu qizingizni menga bersangiz, men dunyodagi eng baxtli his qilishga harakat qilaman shu insonni. Deb shunda to'st etsam, Ulug'bek rahmatli o'rtoqlarim, mana deysizlar-da, shu choy bilan tutuq qilib, oxiri shu gapim menimcha kulminatsion joy bo'ldi. Shundan xaylashib ketganmiz. Endi men bildim, mana shu paytda to'st eting degandan keyin men turdim-da, ichimda aytdim, mana mana shu sen o'zingni ko'rsatishing kerak dedim. Sen sahnaga chiqqan payting keldi dedim. Hozir gapirmasang, keyin o'zi parod bo'ladi. Shunda turib to'stga yutdim-da hamma raqamni. Endi qiyin-da. Men 23 yoshli bola bo'lsam. Nima deydi? Hali uchrashuvga chiqmaganman, o'zi umuman uchrashuvga chiqmaganman. Boshqa hech qanaqa suvchilikka borishmagan. Yo'q, unaqa narsa umuman bo'lmagan. Men rozi bo'lmasdim unaqa narsaga, chunki O'zim tanlayman. O'zim tanlab uchrashuvga chiqqandan keyin men bilamanki, u paytda endi yosh bo'lganman, misol uchun ishlaganman, ishlarim yaxshi bo'lgan, mashinam, qo'limda pulim bo'lgan. Prosta to'g'ri tushunish kerak, ko'p qizlar shu narsaga uchib qolishi mumkin-da. Men bir-ikki oz so'z bilan nima deydi-ani, yolg'ondagi qanaqadir o'zimga tortib qo'yishim mumkin. Ertaga уже uylangandan keyin bu narsa bilinadi baribir ham. Balki men odam sifatida jihatda bunga yoqmay qolsam, уже janjalli, to'polonli, tushunmovchilik boshlanadi. O'shanga men iloji boricha qizlar bilan ko'p kontakt qilmasdim-da. Bu yo'q yosh erishmasdi bor-ku. Voy, nima demasam, anaqa qilmasdi-da. Chunki Asilaxon nima o'zi ham o'ziga to'q oilada o'sganda. Shunaqa, yo'q, to'qliga mayli, yaxshi gap ham gapirardim, men jestli qilardim. Qanaqa? Bu payt maktabda o'qirdi-da u. Maktabda o'qirdi, endi men o'zimcha anaqa qilib dangalama mashinalarda borib
Kabrioletni ustini ochib olib yurardi, Sanjar. Oltida yana bitta mashinani qilib kelardim-da. Butun maktabni ko'zimanda. Butun maktab endi men o paytda Lolalar degan qo'shiq yangi chiqqanda, anaqa cho'qqa chiqqan paytimda, o'sha san'atda endi o'zim topgan paytim edi. Mana sinfdoshlari bolalar turardi, yaxshi derdim-da. Men gulni ko'rsam, Asilamni taniysan, men bol gulni berib kelgan derdim-da. Endi menga aytadi, maktab videosi ham bor menda. Videolari ham bor. Ichiga zapiska tiqib qo'yganman, nima deb yozganman o'shanda? Bir bola endi, xullas kodovib bitta so'zimiz bo'lganda, initial qanadir bo'lganda, S initial bo'lgan. O'shani ko'rsatsam, o'rtoq qizlar bilan chillab yurishgan o'shanda, video ham bor menda. O'zi hech qachon sizda shunaqa bir xayol bo'lganmi? Bir kun bitta san'atkorga turmushga chiqaman, shu biznes olami oilasiga kelin bo'laman. U yoshimda unaqa fikrlar hali bo'lmagan. O'ylab ko'rishga vaqtim bo'lmadi. Rashid Xaliqovni taniganmisiz? Ularni tanigansiz? Bularni orzusi bo'lgan, to'yimda Rashid Xaliqov kelinchak qo'shib qo'ygan. Atak onamni eng yaxshi ko'rgan ishlar har kuni umumiy shak yurardilar o'sha payt. Qizil lolalar eshitib yurardilar. Oilalari qaynonam, buvisi yaxshi qo'shardi. Buvam juda ham. Birinchilardan onam va buvim. Lolalar haqida eng chiroyli qo'shiqni ijro etgan xonanda Sanjar Xalikov xonadoniga keldik. Podshohbog' ko'chasi 165-xonadon. Ketdik. Давай, Оля. Achchi kuchugimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Asinaxon taniysiz. Alhamdulillah. Привет. Как дела? Поздороваемся. Как тебя зовут? Он мальчик? Как зовут собачку? Арчик. Ты Буховледа. Ой, Халид. И бассейн ваш? Какой классный бассейн. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani? Ana, dollar qo'ying. Hurmatli operatorimiz. Faqat kurtkasini, shapkasini ko'rsatishim mumkin. Qachon 8 soatlik uyqu endi fantastika bo'lsa kerak deb o'ylagansiz? Bu Otabek bilan Uchinchi farzand tug'ilgandan Otabek keyin. bilan shunaqa bo'lgan. Bu bilan sal-pal ozgincha osonroq, lekin bu ham shunaqa. Kechqurun soat rovna 4 da uyg'onadi har kuni. 4 da stabil uyg'onadi. 4 da yig'lilikka aytishi mana. Bu bosh qo'lamas. Yo'q. Otabek paytida mana shu video chiqib yurardim o'zi, boshqa odamlar bilan. O'sha Tiko degan Yo'q, kichkinoq bo'lganman men. Bu 5 ga to'ladi bu yil, men 3 yosh bo'lganman. Otabek, давай смотри, mana kamera. Keling gaplashamiz siz bilan. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Oyingizni yoki dadangizni? Маму? Кого больше любишь, маму или папу? Маму, папу. Ага. А кто чаще говорит: не трогай, не беги, осторожно? Kim ko'p tergaydi, Otabek? Кто тебя больше ругает, мама или папа? Кто больше оберегает тебя? Мама. Mama. Otabek, a кто говорит: Otabek, assalom, jonim, yaxshi ko'raman seni? Kim aytadi shunaqa? Мама. А папа что так не говорит, что ли? Говорит? Говорит. А кем работает твой папа? Кем bo'lib ishlaydi dadajoningiz? Поет. Поет. А какие песни он поет? Какие? Давай, Ты какие поешь, песни? Давайте сейчас поет Otabek Нет. Халиков. А ты любишь петь? Нет. Не любишь петь? Не будешь певцом? Не хочешь быть певцом? Халид будет певцом. А кем ты будешь, когда вырастешь? Кем ты будешь, когда вырастешь? Папой. Папой. Папой будешь. Поближе идем. Идем поближе. Идем Не слышишь поближе. Я просто. папой буду. Папой будешь? Да. Хорошо. А папа хороший? Кто больше игрушек покупает? Папа или мама? Папа и мама. А с кем ты чаще играешь? С папой, с мамой? Гульназапой. Bu yerga. Да, С Gulnazarpol. Мы что, с тобой, да, играем Да. вместе? А когда man uy kelsam sen bilan har doim o'ynayman-ku birga. Да, да. Uy kelganda sen bilan faqat o'ynayman. Папа со мной играет Roblox, а я уже
Новый стал Роблоксом. Halida ты любишь? Очень сильно. Очень. Mana shunaqa katta uyni shunaqa kichkina kuchukcha qo'riqlaydimi? Ana ukam topshirib bergan. Ha, yo'q. Kichkina ukam Timur. Qani? Timur o'tga tur. Keling. Timur, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Timurda 24 Ekskluzivmi Timurni? 12 oy bas. Endi uylanadi? Ha, uylanmagan hali. Mabodo. Yo'q, anaqa. Unashtirilgan. Endi. Kuchukcha tarix haqida gapirib bering. Qani chaqiraylik? Achima. Achi. Ovozi ham juda jarangdor ekan. Achimchi odam nazarga tushgan kuchi butun mahalla biladi. Ishni ochib qo'yamiz-da. Aylanib keladi. Bizda mana shunaqa oldin mahallalar bo'lardi, o'zbek mahalla ishni ochib qo'yaveradi. Biz shuni ham ishni ochib qo'yamiz. Farqli, hamma yopiq qo'shildi, lekin bizda ochiq. Yo'q, muxlislar kirib kelishgan payti bo'lganmi? Yo'q, unaqa bizning mahallamiz ichida kuchukdan qo'rqishadi menimcha. Mahallamiz boshida Milliy gvardiya turadi, o'shanga kamdan kam narsa. Bizda endi posolchida, posolgachida, boshqa anaqalar bor. O'shanga Идёмте. Ketdik. Otabek bizni uyga taklif qilyaptilar. o'yinchoqlarni ko'rsatib. Otabek, кто купается в этом бассейне? Там мы купались. Вы купаетесь. Bu basseynimiz А ты oldin, умеешь плавать? bu basseynimiz oldin ana bitta o'sha katta bo'lganda. Endi bolalarni ham o'dagan keyin bular katta bo'lgandan keyin dedushkasi surpriz qilib hech kimga aytmasdan basseyn ustini yopib qo'yib, ularga joy qilib berganlar. Bular cho'milsin. Zo'r. Cho'milgan qilib. Hech kimga aytmasdan o'zlari. Ham kattalar bu, jiyanim ko'p, ukam o'g'illar kattalar. Yaxshi ko'radi futbol o'ynashni. O'zi yaqin turasizlar-a, ukalar? Ular nariga mahalla turishadi ular. Nariga mahalla turishadi. O'zi Otabek ismini kim qo'ygan, Sanjar? Otabek ismini Adam qo'yganlar. Adam xohlardilar juda ham ismini Otabek qo'yishni, o'zlarini bitta yaqinlar nomiga qo'yganlar Otabek deb. O'shanga mana dadasini Lyubinchika bu. Asilaxon, mana siz xonadonga kelinchak bo'lib tushdingiz. Taniqli xonanda Rashid Xalikov qaynotangiz. Qanaqa hissiyotlar? Umuman bu sfera sizga qanaqa bo'ldi? Masalan, san'atkorlar, boshqa bir olam. Oldin taq bilan tuq farqi bormasdi-da. Hozir boradi. Tanalishlaringni biladi. Bu xonadon kelin bo'lib tushishimdan oldin bular meni rosa tanishtirib, bu situatsiyaga olib kirib qo'yish uchun juda ko'p kelganman mehmonga. Karantin tim bo'lib, ko'chalarda yura olmaymiz. Chaqirib, mehmon qilib, уже ko'nik bo'lib, keyin kelin bo'lib tushganman. Tanishib, mehmon bo'lib. Oddiy inson kirganda hayajon bosadi-da. Men Rashid Xalikov ro'paramda tursalar hayajonlanaman. Endi bular qaynota sifatida qaraydi-da, sizga o'xshab san'atkor sifatida emas. Otalari sifatida qaraydilar. Rixstil Abdullayev kelgandilar. Taniqli teleboshlovchi ko'rsatuvimizga va shunda aytgandilar. Kelinimni kartasiga pul o'tkazib turaman. Ko'rganmasin. Ko'rganmisiz? Sizda qaynotangiz tomonidan qanaqa bir e'tibor beriladi? Yo, bu shov-shuv bo'lgan-ku, adashmasam hozir Malibu shov-shuvsi. Yo'q, U Fayruzaga. U kelinda bo'lganmi? Kelinlarga o'shanda Malibu sovg'a qilganlar, internetda bu katta shov-shuv bo'lgan. Xullas, karta bo'yicha izlashib qo'yamiz. Kartangizni biladilarmi? Pul o'tkazib turadilarmi? Yo'q, kartasiga pul o'tkazib. Yo'q, adam Boshqa taraflama e'tiborli juda ham ko'p. xullas aytaman, aytaqolik bu anaqa qiynaladi hech. Anaqa parta pul o'tkazish degan narsa bizda unaqa narsa yo'q. Nima deydi anu? Отдельный rozg'or. Отдельный rozg'or qanaqa? Rozg'orimiz общий. Lekin o'zimizniki bo'lgan rozg'orlarimizni men o'zim hammasini qarayman, o'zim ko'taraman. Unaqa o'rtada unaqa narsalar yo'q. Endi qanaqani? Tug'ilgan kunda, yangi yilda, bayramlarda katta sovg'alar qilinadi, misol uchun. Bayramlar. Endi to'g'ri tushunish kerak-da. Bu birovning qizi, misol uchun. Birovning qizi boshqa uyga, misol uchun bu narsani erkaklar tushunmaydi, ayol tushunadi-da. Men buni o'zim o'rniga qo'yib, ya'ni o'zimni buni o'rniga qo'yib ko'rdim-da. Mana sen deyapman-da o'zimga. Sen ayol kishisan, yosh qizsan, birovning uyiga borib yashashga rozi bo'lsan, uni familiyasini olishga rozi bo'lsan, sen o'zingni qanaqa his qilarding shu paytda? degan tushunchani o'zim xayolimda aylantirardim-da. Shunga yarasha men bunga nima deydi, komfort yaratishga harakat qilardim-da. Ya'ni kam bo'lmasligi uchun. Chunki endi katta jertva-da, qo'pol gapirganda, biz uchun oddiy bo'lib qolganda, lekin bu jertva-da. Birovning uyiga borib, o'zingni uyingdan, o'zingni ota-onangdan voz kechib, boshqa uyga voz kechib emas. Ulardan ko'chib boshqa uyga borib yashab yurish qiziq, kichkina qiz bo'lib turib,
Bu qiyinda, tем более bu bitta qiz, erkak bo'lib o'sgan. Misol uchun, bu maksimal vнимание berishga harakat qilaman-da, endi boshqa men qaynonam aytadilar. "Voy, qizimni erkalatib tashladingiz" deb gapiradi. O'zingiz erkalatib olgansiz dedi. Misol uchun qizim bo'lsa, men xohlardim shunaqa kimdir. Men singlim bor, misol uchun, singlimga ham xohlardim mana shunaqa kimdir vнимание qilsa. Bu menimcha har bitta ayol baxtli bo'lishi kerak. Bu ayol kishi. Sizdek erkaklar ko'p bo'lsa hamma baxtli bo'ladi. O'shanga endi bolalarim onasi bo'lsa, bolalarga qarash uchun, bolalarga tarbiya berish uchun o'zini aqli butun bo'lishi kerak-da, buning uchun. Bolam aqlli bo'lishni xohlasam, meni xotinim aqli butun bo'lishi kerak. Xotinimning aqli butun qachon bo'ladi? Qachonki men uni miyasiga quyurmasam, har taraflarini siqavermasam, qiynavermasam, ozgincha bo'lsa ham ayol kishiga baribir ham vo'la berish kerak-da. Chunki qancha ko'p yopsa, aytadi-ku, запреты плод сладок deydi-ku. Qancha ko'p yopsa, shuncha buzilaveradi baribir ham. Ozgincha bo'lsa ham vo'la berish kerak. Men bilaman, bu aqlli, xushli qiz. Misol uchun, ruxsat bersam, qil desam, qilmaydi baribir ham. Bor qilver desam, qil bor desam, qilmaydi-da. Misol uchun. Men o'ziga 100% ishonaman, shu ozgincha bo'lsa ham qiz bolaga endi baribir ham berish kerak deb o'ylayman. Berish kerak. O'sha siz roziman degan momentingiz bor-ku, o'sha qaysi Sanjarning harakati yoki pozitsiyasi yoki qaysi bir gap so'zi sizni o'sha darajaga olib kelgan. Bitta bo'ladi-yu, mana shundan keyin bo'ldi, men qaror qabul qildim deydigan daraja. Karantinda gapirdi. O'zi xo'jayinim juda ham mehribon insonlar. Shu kачество meni juda ham затронут qilgan. Odamgarchilik deydi-ku, o'zbek tilida juda ham yaxshi tarbiya olgan insonlik ko'rinib turibdi. O'z maqtab turasizmi? Maqtaydi, men o'zini so'zlari bor-da, endi hamma gapiraman. Yo'q, mayli. Aha, maqtab turish kerak. Qush inida ko'radi degan gap bor-ku. Bir xil. O'g'il bir xil. Qush inida ko'rganini qiladi, to'ppa-to'g'ri. Shunga без сомнений даже rozi bo'lgansiz. Juda mehribonliklari затронут qilgan. И karantin payti, strogi karantin. Biz o'sha payt Istanbul, Turkiyada Love Story o'tdi. Kapadokiyada olib bo'ldi. Istanbulga o'tish kerak edi. Men ota-onam bilan uchganman, bular rejissyor bilan, operatorlar bilan. И o'sha Istanbulga uchib kelgan kunimiz prям yopilgan aeroportlar, amallab yetib kelganmiz. И всё, hamma uyda o'tirish kerak. Bular Maksim Gorkiyda yashaydilar. Men Huvaydo. Расстояние juda ham uzoq. Mashinada 40 minut. Popkalarni ilib olib, men yaxshi ko'rgan ramyon, chipslarni olib, Piyoda keladi. piyoda yurishni yomon ko'radigan inson. Piyoda kelganlar. Mana shu joyiga men chap-bechalib qo'yaman lekin. Mahallang kirib kelolmaysizlar. Ani post turibdi, kirgizmayapti. Qanaqadir qilib mashinani olib, Xullas, mavzuga bera qoling. Adajonni rulga o'tkazib olib. Bir marta qaynatam rahim qilganlar-da. Shu bechora bola shuncha kelyapti. Men yurib qo'yganman-da. 2,5 soat. 3 marta. 2,5 soat yurganman-da. Qaynatam rahim qilganlar. Ulardan stikerli mashina bo'lardi. Chopar jo'natganlar, kelib olib ketishgan. 2,5 soat yurgandan keyin, 15 kilometr yurgandan keyin. Papi Maksim Gorkiy. O'shanda chopir borib olib ketgan keyin Sanjarda. Keyin bularda qatlandir mashina paydo bo'lgan. Bularda ruxsat yo'q. Bitta Adajonda bor. Adajonni rulga o'tkazib olib kelgan. Adam o'zlari aytganlar, yo'q, Adajon o'tkazmaganmi? Adam aytganlar, bormay qo'ying dedilar-da. Endi yurish odam charchab ketdi o'zidan-da. Ha, yur o'tiraman, aylantirib kelaman deb olib olganlar adam o'zlari. Tak, erkak kishi chiroyli bo'lishi kerakmi yoki puli bo'lsa yetarlimi? Chiroyli ham bo'lish kerak. Puli ham bo'lish kerak. Rahmat. Manchi? Ishxonadan ko'p asabiylashasizmi yoki mendanmi? Конечно, ishxonadan. Sandan men asabiylashaman. Dunyodagi eng asab tegmaydigan insonsiz. Mani qaysi odatimdan ko'proq norozi bo'lasan? Kech qolish. Kech qolish emas. Kech qolish emas. Задержаться qilish. Задержаться. Men uchun akula bilan jang qila olasizmi? 100%, 300%. O'zimni tashlayman ishon. Yo, javob bersa olsayman. Bilaman. Telefoningizni bir kun gaping bor. Ilon bo'lsa, lekin jang qila olmayman. Ilon bo'lsa zo'rli o'zing. Telefoningizni bir kun men ishlatsam, o'sha kun siz uchun qanday o'tadi? Har doimda oddiy
Endi sen mana telefon ishlata olmaysan, zerikib ketasan, telefon jing'illavergandan. Ko'rasan hozir ham jing'illayapti. Qaysi multfilm qahramoniga o'xshayman? Superman. Rahmat, Batman sen ham bo'ladi. Qaysi xarakterimni o'zgartirib bo'lmaydi? Mana tezroq boraylik degan narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Men harakat qildim, lekin bo'lmadi. Erkaklarda o'rtoqlari bilan o'tirgan vaqtda xotin telefon qilib, "Qattasiz" desa uyat bo'ladimi? Tipsan, krugda hamma shunaqa, hamma xotin telefon qiladi, normal narsa bu narsa. Erkak kishi uydan 7 qadam chiqsa bo'ydoq bo'ladi deyshadi. Shu to'g'rimi? Yo'q. Yo'qmi? Bilaman. Va qaytib kelasiz. Kallam so'yib tashdan-ku. Qo'shiq aytganim yaxshimi yoki biznes qilganim yaxshimi? O'zingiz yoqtirgan ish qilganingiz yaxshi. Qo'shiq aytish. Qaynonangiz biz bilan yashasalar ruxsat berasizmi? Bemalol. Dunyodagi eng zo'r ayolni meni qaynojonim. Bunda. Hayotim davomida kimni ko'p eslayman? Adezlan. Nimaga erkaklarga semirish mumkin, ayollarga mumkin emas? Chunki erkaklar semirgandan keyin ozoliydi, ayol ozolmaydi, qiynalguncha. Men semirib qolsa semirib qolsam menga. Nima ruxsat so'rasang, qo'rqib so'raysan. Endi uni aytmayman-ku. Ya sen so'raydiganing bunaqa emas, sen so'raydiganing mana bunaqa-da. Mana buni farqi bor-da uni. O'rtamizda ikkita boladan tashqari nima yashayapti? Bizning sevgimiz. Kimda moment bor. Bizni katta o'g'lim bilan Asila homilador bo'lganda, buni qoni -1 da, gruppa krovisi. Risk faktor -1. O'g'il bola plus bo'lsa, ayol kishi minus bo'lsa yaxshi emas-da bu. Bola vikidish bo'ladi, xullas bu yomon narsa ekan-da. Buni onasi bir umr shuni o'ylab siqilganlar-da. U kamdan kam odamda bo'ladi, -1. -1 kamdan kam odam bo'ladi. Payt 6 oyda ukol olish kerak-da, qanaqadir antitela. Antitela olish kerak. Biz qon topshiramiz. Buni xullas oylari qaynonam har doim siqilib yurganlar-da. Shu narsa bu qanaqa erga tegandi, nima qiladi, qiynaladi qizim deb shu o'ylab yurardilar-da. Oyda aytganliki, oyim aytgani mana +2. Qon topshirdi, bir payt doktor chaqirdi-da, o'tirib bizni, "Bo'ldi opa, men seni 2 yilingni hozir o'ldirib qo'yaman, bo'g'ib qo'yaman" deydi. "Voy nimaga aytsam? Sanda -1 ku Sanjar deyaptilar-da menga." Это случай один на Men миллион. deyapti, 30 yildan beri ishlayman, deyapti shu sohada. Menda birinchi marta bunaqa situatsiya bo'lyapti. Ikkita -1. Ikkita -1. Menda -1, bunda -1 da. Ya'ni meni qonim chiqib to'g'ri kelmaydi, buni qoni chiqib to'g'ri kelmaydi. Bir-birimizga to'g'ri. Birimiz to'g'ri keladi faqat. Ana bir-biri uchun yana. Meni ikkita o'g'limda ham -1 da, ham ikkalasida ham. Lekin sen o'sha muddatgacha qonni +2 deb o'ylagansiz. +2 deb o'yladim, ha. Qarasam -1 ekan, ikkalamizda ham. Sanjar tez kechirib yuboradimi? Juda ham. Bitta yonib, sразу kechiraveradi. Sekund. Aha. Chunki nima Xafa bo'lib yurib, yuz Arazlab. yo'q. Bittada yonib, Sizda-chi? Asilachi, mana erkatoy qiz bo'lganlar, hozir ham malika ekanliklari bilinib turibdi baribir. Qanaqa xarakterlari sizni deyishingizga majbur qiladi? Anaqa требовательный juda ham bor-ku. Talabchan, juda ham talabchan. Ana qilish kerak bo'ldi. Bu o'g'il bola bo'lib tug'ilish kerak-da o'zi. O'g'il bola bo'lganda, mana hozir 25 yoshga kelsam, o'sha millioner bo'lardi-da bu. Bora anaqada. Juda ham kuchli. Asilaxon, Sanjarning mashhur bo'lishlari sizga kerakmi? Qanchalik muhim siz uchun? Mashhur san'atkor bo'lishi. odam baribir o'z yaxshi ko'rgan ishini qilsa, baxtli ham bo'ladi, tinchli ham bo'ladi. Shunga demak, xohlaysiz mashhur bo'lishlarini. Talabchanligi menga emasda, bolalarga qiladi-da u. Menga endi biladi, menga agarda gapirsa, men ham haq qilaman bunga. O'shanga menga davay qilmaydi, bunaqa narsa yo'q. O'zi ham biladi, menga nima deyish kerak, menga nima deyish kerak emas. Bolalarga lekin katta o'g'limni u olib keladi lekin. Qo'shiq yozayotganingizda aytadilarmi, Sanjar, mana bu zo'r chiqdi. Aytadi. Yoqyapti. Men birinchi bunga yod tashlayman. Men eshitib ko'rgan deyman, qanaqa deb so'rayman. Keyin otangizga jo'natsangiz. Keyin shunaqa adamga oxir jo'nataman. Idealni qilib olaman-ku keyin, chunki jo'natmasam bo'lmaydi unaqa. Hop, siz Sanjarni xonanda sifatida qarasangiz muxlisimisiz? Da, конечно, birinchi muxlislardan. Qaysi qo'shiqlar hammasidan ham zo'r? Eng yoqadigan Sevdim. O, zo'r qo'shiq.
hamon juda ham chiroyli. Sizga atalgani qaysi biri? Yo'q, bu endi ataladi bunga. Yaqinda mana Instagramga reels qo'ydim. Senga degan odam qo'shiqlari bor. Bunga yetdim men buni. Zo'r qo'shiq. Men yetdim mana Instagramga video qo'ydim. Biz ikkalamiz tansi tushib qo'ydi, o'zim profilimga qo'ydim. Bir xursand. Sanjar, qaysi payt orzularingiz amalga oshganini his qilasiz? Qaysi payt menimcha shu 50-60 ga chiqqanda deb o'ylayman. Chunki Xulosa qila olasiz. Chunki orzu degani ko'pchilik shu pul, uy, mashina, balobatlar ular kerak avvalambor. Usiz yashash hozirgi davrda qiyin. Lekin farzand, men unda farzandli bo'lgandan keyin shu faqat o'zimda farzand bo'lib qolganda, tilimda shu gap chiqmaydi bor-ku. Qanday gapirsa shuni gapiraman. Bolalarimga gapiraman, hammaga maqtayveraman-da. O'zim rasmni ham ko'rsataman. Farzandlarim, shu bolalarimga men savol bersam, bolam, shu baxtlimisan, hayoting yoqyaptimi? Mendan rozimisan, onangdan rozimisan desam, ular "ha" deb javob bersa, o'shanda men sekin o'sha ketasan. Missiya bajarildi deb o'sha San'atkorning uyiga kelgandan keyin albatta har bitta detalga e'tibor beramiz, xohlasak, xohlamasak va bevosita tomoshabinlar uchun ham qiziq. Ozgina ma'lumot berib o'tsangiz, mana bu likopchi haqida. Bu yerda menimcha Timur, O'ta Timur. Qayerda o'qiydi Timur? Reading institut bitirgan Londonda. London institut bitirib, bu anaqasini diplomni врученияsi. Otabek bet bunaqa qilib bitiramiz, xo'p? Diplom врученияsi. Otabek bog'chasida. Bu unvon olingan paytmi? Adamga prezidentimiz unvon berganlar, mehnat shuhrat ordeni. Endi bu yerda mana shu Timur anaqasi, Ayzan anaqasi ekan bu. Institut Foundation bitirgan, sinema Ayzaniki. Men bunaqa narsalarni boshqa joyda ushlayman-da. O'zim anaqam bor. Bitta mana buni qo'yib qo'yganmiz. Voy, mavsum hitlari. Bitta shuni qo'yib qo'yganmiz. Qolgan Lolalar, eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im. Lolalar munosib berilgan ekan lekin. Ya bu unaqada 3 tami 4 ta. U hammasi nari kuxnyada turibdi. Hammasi lolalarga bo'lgan. Nega bunaqa mukofotlar kuxnyada turadi? Chunki o'tda endi biz hammamiz uydagilar bilan o'tirgan joyimizda, erta men o'zimni отдельно o'tirgan joyim bor. Bolalar kelib shu yerda azincha endi hozir o'tga bormoqchimiz, hali bardakroq. Chunki kechqurun o'sha yerda o'tirganimda. Sanjar, qaysi payt otangizga o'xshab ketayotganingizni his qilasiz? Bo'ladi, otamga o'xshatganda. O'xshatganda. Chunki menda ham shunaqa bo'ladi. Qaysidir payt onamga o'xshab ketyapman deyman deyapsiz. Ular qarayman deb to'g'ri qildim. Adam shunaqa gapiradilar aytaman. Endi hozir men endi tushunib boraman-da. Otabek. Ijom, darrov. Ijom. Чикс кёрти. Успел? Идем, сначала. Мы сейчас сюда зайдем. Мы сейчас сюда зайдем. Мы знаешь, что делали там? Мы знаешь, что делали там? Мы сейчас вытирали стол, включили свет, посмотрели. Да. Теперь вот отсюда... Нет, ты увидишь, мы отсюда сейчас сюда зайдем. Я не успел. Otabekning o'ziga xos xarakteri bor. Emotsiyaga bor juda. Hozir bizdan xafa bo'layapti. Ke. Ulgurmadim deyapti. Идем, Otabek, идем. Olavering. Я не могу. Otabek, keling, kamerani ko'rsating, Otabek bilan birga kiramiz. Otabek, покажи нам, jonim. Mana shunaqa anaqasi kuchli bilan. Voy, qanaqa qilib ko'tarish mumkin kayfiyatini? Hozir o'zi anaqa. O'ziga keladi. Otabek, потом покажите нам, ладно, эту комнату. Бег, я тебе конфету дам. Чупа-чупс, идем. Я не успел. Успел, идем. Идем. Xarakter. U perfeksionist, da? Xarakter. Anaqa hamma narsa ideal bo'lish xohlaydi bu. Voy, qaysidir paytni o'tkazib yubordida hozir, a? Menda ham bor, endi men kattaman-ku yig'layverib. Menda ham bor, men kiritman o'zim mana joyga. Yo'q, Menda xuddi shunaqa, men kichkinaligimdan shunaqa bo'ladi. Ana rahmatli buvimlar bir marta oymet beradilar, sariyog' surib berganlar-da. Biz Chorsuda domda yashaganmiz. Yonlarida shu vilka, pichoq bo'lmagani uchun sariyog'ni olib qo'llar bilan surganlar-da. Men bundan 3 yoshli bola bo'lganman. Aha. Keyin O'sha paytda men sariyog'ni berganlarida men yemayman, qo'lingiz bilan surdingiz-ku degan gapirganman-da. Menda ham bo'lgandi perfeksionizm. Ke, boram, ke.
А чем тебя же хотят сделать? Что ты не обнимаешься? Shunaqa bo'ldi. Mayli. Otabek, hozir hurmatli teletomoshabinlar, Otabek Xalikov bizga mana bu uyni ko'rsatib beradilar. Chunki bilishimizga qaraganda bu yerga Rashid Xalikov mehmonga kelar ekanlar. To'g'rimi? Dedushka любит здесь сидеть? Dedushka любит Покажи, сидеть? как где деда сидит. Ketik, dadajonlar mana shu yerda dam olar ekan, relaks xonalari ekan. Biz ham kiramiz, hozir gaplashamiz. Otabek hozir yo'l ko'rsatadilar. Keling. Ketdik. Otabek ko'rsat, где деда сидит? Где сидит дедушка? Otabek, dedushkangiz qayerda o'tiradilar, dodajoningiz? Rashid deda где сидит? Вот здесь сидит, да? Где сидишь? Bu endi hozir bo'ldi. Travor bunda hozir. Где сидит дедушка? Здесь сидит? Otabek, nimaga xafa bo'ldingiz? Почему вы обиделись? Потому что я не успела сюда. Не успел что? Хочу пойти. Ha, bu oyoq kiyimini kiyib kelgunicha ulgurmay qolibdi. Правильно я тебя понял, да? Не успел. Ну мы успели. Так со мной сидит. Давайте вместе. Хорошо, с папой? Jon? Давай. Kel yonimga. Otabek hozir Sanjar dadasi bilan birga o'tiradi. Kel jonim, kel. Ketdik. Kel yonim. Men savol beraman. Hozir balans g'ildiragi o'yinini o'ynaymiz. Men sizga ta'riflar beraman va siz 1 dan 10 gacha bo'lgan ballik sistemada uni his qilishingizni aytasiz. Boshladik. Mashhurlik 1 dan 10 gacha nechiga his qilasiz? O'zingizni mashhurligingizni. Endi bilmayman, bo'lasiz? mana shu har doim shu 6-5 bo'lgan. 6-5 demak o'rta. 8 deyolmayman, 1 deyolmayman, misol uchun o'rtada, 6-5 deb o'zim shunaqa tuyuladi. Endi balkim bilmayman. Balkim ko'p kamroqdir, balkim ko'proqdir. Daromad Daromad 1 dan 10 1 dan gacha. 10 gacha. Xudoga shukr, har doim shu 8 bo'lgan. 8 8 men har doim shukr qilaman. 10 bo'lgan vaqti bo'lganmi? 10 bilasiz qachon 10 bo'ladi? Qachon men oyiga topib Maldivada yotsam, o'shanda 10 bo'ladi. Bo'ldi, villa. Yo'lda Olib, Maldivada uxlab yotsam, orolda o'shanda 10 bo'ladi. Yaxshi. Sog'liq 1 dan 10 gacha. 10 harakat qilaman, maksimal darajada ushlab turishga. Yaxshi. Sayohat uchun vaqt. Sayohat bo'yicha bizda aytishlar javob beradilar. O'shanga 8-9 sayohat. Demak, aktivsizlar baribir. Ha, ko'p ana 10 da bo'lsa bo'ladi. O'tgan rost ko'p ishlaymiz. Yaxshi. Kitob o'qishga vaqt. 3. 3. Kam, juda ham kam. Qimmatli shopping qilishga imkoniyat. Yo'q, men shopagolik emasman. Xotin shopagolik 200. 200. Bolalarni shopagolik. Sabr Sabrim yaxshi mana. 1 dan 10 gacha. 1000. 1000mi? Judayam sabrliman. Voy, rostdan. Tegmasa yaxshimi? Tegsa yo'raveraman. Voy, dahshat. Endi keyingisi asab tarangligi edi. U mana shunaqa. U ham 10 deylik. Vaziyatga qaraladi. Tegmagunicha men aniq qilmayman. O'zimdan chiqmayman. Do'stlarga vaqt. Do'stlarga vaqt kamroq bo'ladi. 4 deylik. Kamroq ozgincha. Oilaga vaqt. Endi bola o'zaradi. Muhabbat. Ha, u muhabbat cheksiz. Cheksiz. 8 bundoq anaqasi bor. Cheksizlik. Voy, zo'r. Shunaqa. Baxt. Bu ham shunaqa. Endi mana ko'rasiz. Bolalarim, ayolim, ota-onam. Xo'p, Sanjar 2 yil, 3 yil tanaffus bo'ldi ijodda. O'shanda biznes bilan shug'ullandi Sanjar. O'shaning uchun ham bugun faoliyatida ham bor, biznes, o'zini shaxsiy biznesi bor va biznes orqali oilasini tebratadi va endi ijodga qaytilyapti. Hozir shu haqida gaplashaylik. Nima uchun ijod to'xtatildi? Nima biznes qilindi va bugun nima uchun yana ijodga kirib kelinyapti? Karantin bo'ldi. Karantin bo'ldi. Biz endi o'sha paytda ko'p analiz qilardik-da, uyda o'tirib odamlar bilan, masalan, mana bu yil nechta qo'shuq, qanaqa qo'shuq yaxshi bo'ladi, shu san'atni ko'rib chiqardik-da. O'tirib endi o'zimizcha analiz qildik. Qarasak, hamma narsa shu DJ-larga, o'sha endi u paytda shunaqa edi. DJ-larga taqalyapti. To'ylarni qisqartirishda to'ylatmay bo'ldi-ku, odamlar o'zi telefondan, iPaddan qo'yib, ashulani san'atkorsiz eshitishni boshladi. Endi bizda baribir ham san'at to'ydanda oxirgi yillar уже bu narsa konsertga aylanyapti-da. Lekin shu vaqt kutgunimcha men bir bola qilib o'zimni pul topishim kerak-ku, tebratishim kerak oilamni. O'shanga biz endi o'yladik, qaror qildik, shu ozgincha pauza berib turib, shu biznes bilan shug'ullanamiz. Men odamni yaqin ukalari bor, Do'riniki, shu odamga shogird bo'lib tushganman o'shanda men. Ularni o'sha ancha-muncha narsa o'rgatganlar, katta minnatdorchiligimni aytmoqchiman.
ancha narsa o'rgandim, ancha narsa ko'rdim. Oldin masalan bilmagan narsalarimni hozir yong'oqdek chaqib tashlayman masalan, qo'pol gapirganda. Va soha tekstil. Tekstil sohasida, tekstil soha. Bu yerda nafaqat tekstil. Bu yerda tekstil degani odamlar texnologiya bo'yicha tekstillarni kiyim tikishni tushunadi-da. U yerda lekin buxgalteriya degan narsa bor, finans degan narsa bor, yuridik tomonlama bor. O'sha tomonlamani o'ylashmaydi, biz shu narsani o'rgandik-da. Bizda teoriya emas, biz praktikada ko'rdik. Ya'ni qo'pol gapirganda, nima deydi, olovga shunday ochishdi-da bizani. O'sha yerda o'zing yasha deyishganda. Bir balolar qilib, xullas o'rganib, bir narsalar qilib, mana yuribmiz-da. Oxiri O'sha sohaga hamma kuch ketdi. polniy. Qaysi bir qalban yaqin sizga? Ya baribir san'at yaqin, shuning uchun san'atga qaytilyapti. Men so'ramoqchi bo'lganim, hozir Sanjar tekstil sohasida kim? Tekstilchi? Unaqa darajalar bo'lmaydi u yerda. Shu tekstil sohasida mutaxassisda. Mutaxassis. Shu emasmi? Endi finansирование bo'yicha, buxgalteriya bo'yicha, Ekonomika bo'yicha. marketing, sotuv. Okey. Xo'p, ikkitasi, bittasi san'at, bittasi marketing, ekonomika, masalan. San'atda pul topish osonmi bunisidanmi? Hamma joyda qiyin. Yo'q, qiyin, lekin baribir san'atda ko'proq topiladi, to'g'rimi? Ko'proq topiladi. Bu hali tensiz ketgancha Asilaxon. Yo'q. Tensizga bu. Iroda Tulyaganova. Bular oilaviy tensist. Akasi ham tensist, ukasi ham edi, hobbi. Lekin men Reportajga boramiz, Lekin men kortga. ko'rganman bir marta tennis o'ynashni. Zo'rmi? Zo'r o'ynashadi lekin. Sanjar yutasizmi? Ya men badminton o'ynash bilan Paleshka o'tiradi. men ozni ochib qo'yganda, bular o'ynashni ko'rganman. Вообще rostikasini o'ynashadi. Tensist bu ana kavkazskiy tanislar o'ynaydi, o'zi uchun boradi. Lyjada uchadilar. Sportsmenka xullas. Biz shu kachasi qilib yuramiz, ovqatimiz kachasi qilamiz, ozamiz, 20 kilo tashlaymiz, 20 kilo tashlaymiz. Sanjarda bor mana shu jihat zo'r. Mana bir xilla 1-2 kilo, sen bir 1-2 kilo, 5 kilo haqida gapir, Sanjar 20-30 lar haqida gapiradi. Men chunkichi o'sha 7 yoshimdan beri karatega borardim. 7 yoshim bog'chada karatega borganman. Taekvondoga, keyin o'sha kickboks, bir umr sport bilan shug'ullanganman-da. Meni uchun 10 kilo tashlab olish qanaqadir. 10 kilo yig'isham shunaqa deb. Shundan sushka qilaman, diyet uchiyman, 10 kilo tashlab olaman. Bir haftadan keyin men boshqa odam, bir haftadan keyin boshqa odam. Mana shunaqa bo'laman. Hozir men ketyapti besmanda hozir. Ketyapti, ancha yaxshi bo'libdi. Hozir bes ketamiz. Oxir men siz bilan ko'rishganimizda qancha bir oy bo'ladi ko'rishganimizga. O'shani berib 6 kilo tashladim. Yo'q, lekin zo'r, o'shandan o'zgarish bor lekin. Fasl. 1 2 3 yoz. Yoz. Sport. 1 2 3 tennis. Futbol. Ichimlik. 1 2 3 Suv. kofe. Hayvon. 1 2 3 mushuk. Qush. Qushni qo'yib Bayram. 1 2 3 yangi yil. tug'ilgan kun. Butun ko'p qadar. Qo'shiq. Kim qanaqa tak, to'g'ri o'ylash kerak birazgacha. Meniki yengil. Bo'ldi. 1 2 3 Qizil bo'ladilar. Mana qizil buloqlar. Kino. 1 1 2 2 3 Interstellar. Harry Potter. Kitob. 1 1 2 3 1 2 3 qaysi kitob o'qiysan? У меня про это очарование женственности. 1 2 3 Очарование женственности. Gul. 1 2 3 Пионы. Пионы любите? Ты съешь пион нравится? Ну вы про себя же. Xonanda. 1 2 3 Sanjar Xalkov. Vau, tushdi. Meva. 1 2 3 banan. Multfilm. 1 2 3 Shrek. Чебурашка. Shirinlik. 1 2 3 Snickers. O. Zo'r. Rang. 1 2 3 qizil. Qora. Oxirgisi. Qora edi-yu. Ha, qizil. Parfyum. Tak. Nima edi? Meniki bu. Meniki nima edi? Ani sepadiganim. Bo'pti. 1 2 3 Yves Saint Laurent. Asilaxon, mazali taomlar tayyorlashni bilasizmi? Yoraveradi. Yaxshi kelinmisiz? Maqtaydilarmi? Maqtashadi. Yoraveradi.
maqtashadi. Har safariga bo'lib, kommentariy berib, zo'r chiqdi. Ular ham har safar rahmat deydilar. Men o'zim yoraman ovqat qilishni. U undan battar yoraveradi. Zo'r qiladi ovqat. Qaysi u yumushni bajarish sizga yoqmaydi Aysilaxon? Kiyim dazmollash. Yo'q. Ish qilasan? Bolalar ketidan kelishdi. Ha, bolaga deydi. Instagram olami, mana baribir Instagramda ham borsiz. Misol uchun Instagramda ko'pchilik hozir er-xotinlar turmush o'rtoqlar bir-birini eng go'zal hayotini ko'rsatishadi va Instagram yurg'izmayotgan deylik, uyda o'tirgan ayol uni ko'rib turib havas qiladi yoki hasad qiladi yoki eriga to'polon qiladi. Mana qarang, mazza qilib yurishibdi, bizni uydamiz degan narsalarning oqibatidan ham ko'p salbiy voqealar bo'lyapti. O'zi media olamida ko'p narsa bilasizlar, o'zingizlar hammasi obloshkada, ham. U montaj qilib, chiroyli qilib, eng zo'r momentlar qo'yiladi. Shu narsada odamlar ko'rib uchib qoladi bizda. Mana siz aytganingizdek, miyasiga quyuradiki, nimaga unda bunaqa, menda bunaqa. Siz bunga savol berasiz-ku. Aslida o'zi biz odamlarga qilamiz-da, ko'pchilik ushib qoladi. Men o'zim o'rtoqlarim, akalarim aytadi, xotiningga aytgan narsa qo'yilmasin, xotinim ushib to'polon qilib gapirishadi mana. Endi biz u maqsadni ko'rsatmaymiz-da. Biz birov yomon bo'lsa, men nima maqsadni ko'rsatsam har doim qaytanga shu narsani ko'rib intilishsin degan maqsadni ko'rishga harakat qilaman-da. Masalan, Sanjar qaysidir ayol xonanda bilan duet kuylashi, boshqa qilishlari qarshilik qilmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri, shu gapingizni menga montaj qilib bera oling, Sardor aka. Yo'q, boshidan. O'sha vaqt kelsinchi dedilar hozir. O'sha vaqt. Balandroq. Yo'q, lekin ana kuni Shirin Zaid. bir telekanalda Yangi yil dasturida Shirin Zaitova bilan men Lolalar domlagan qo'shig'imni duet etdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Yaxshi qabul qildingiz. Qaysi biri bilan mumkin emas? O'ylab ko'rmaganman. Endi o'zlari bilanlar mendan yaxshi. Nima qilish kerak? Bora bittasi umuman mumkin emas. Naqa, yopiq anaqalar yo'q, bizda granitsalar yo'q. Kimdandir jahlingiz chiqib, alamni turmush o'rtog'ingizdan olgan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lgan. Biror gapni eshitib tushunmagan bo'lsangiz ham tushundim degan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lgan. Birortasini Instagram profilini yashirincha kuzatgan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lmagan. Yashirincha. Levi profilda. Ha, men bo'lgan. Men ko'raman ko'plar levi profilda. O'zim profilni ko'raman. Men ko'raman levi profilda. Kimnidir ko'rib qolib, salomlashib, lekin uni kimligini eslolmagan vaqtingiz bo'lmagan? Shu oxirgisi deb yana takrorlagan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lgandir. Har kuni mana shunaqa. Kerakmas narsa sotib olib, uydagilarga arzon ekan degan vaqtingiz bo'lmagan? Kerakmas narsa sotib olib, menda yo'q, bo'lmagan unaqa. Uydagilar bilmasin deb harakat qilgan, lekin baribir buni bilib qolishgan vaqti bo'lmagan? Bo'lgan. O'zi samokat ham hayday olmasdan Tiko haydayman degan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lmagan. Tiko. Menda bo'lgan ekan. Oğlum, sen tug'ilgan kuningga nima sovg'a qiling? Piku. Bo'ldimi? Muhabbat izhori bilan gulni Aysilaxonga topshirishingiz kerak bo'ladi. Sevgi izhori bilan. Yo'q, sevgi izhori o'zi shart emas. Yo'q, men baribir dildagi gap. Yurakdagisi bo'ladi. Men hech qachon o'zimni his-tuyg'ularimdan qo'rqmaganman, cho'chmaganman, Sardorga aytiraman. Bemalol. O'sha banalni oddiy bo'ldi deb o'ylashi mumkin, lekin bu uchta dona so'zda juda ham katta chuqur ma'no bor. Xullas, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. Baxtli bo'ling. Rahmat.